jinsiy yuqumli kasallikni yuqtirgandan keyin, uni alomatlari paydo bo'lgandan keyin jo'rasiga telefon qiladi. Jo'ra mana shunaqa kasal bo'ldim. Aptekada ishlagan bo'lsa, har xil trixopolojini katta dorilar yozib beradida. Birinchisi bu gonoreya, xlamidия, trixomonada, mikoplazma, ureoplazma, virus gerpes, genitalniy gerpes degan kasallik bor. VPC virus papilloma человека deydi, odam papillomasi, ya'ni virusi. Sifilis kasalliklari, gepatit B, gepatit C, VICH infeksiya, ya'ni spidga olib keluvchi, ya'ni va boshqa va hokazo, ya'ni bakteriyalar ham bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan diplomirованный vrach, xirurg, urolog, androlog va vrach ultrazvuk va diagnostika Erkinjon Yuldashev. Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan juda muhim bo'lgan bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu esa jinsiy yuqumli kasalliklar. Va jinsiy yuqumli kasalliklar qanday yuqadi? Buni ko'plar biladi. Har xil o'sha bonapartish jinsiy aloqa qilgan erkaklarda ayollarga har xil fohisha yoki boshqa ayollar zino qilganda yuqishi mumkin va bir xil holatlarda ham ko'plar uylandim deb uylanadi va o'sha ayolni erida, oldingi erida ham o'sha jinsiy yuqumli kasallik bo'lgan bo'lsa, bunga o'tishligi mumkin. Shuning uchun siz kim bilandir yotishingizdan qat'iy nazar uni birinchi navbatda endi biz dinimizda bo'yicha halol qilish kerak, ikkinchi navbatda esa bu narsani to'g'ri qilish kerak. O'zida oilangiz bilan bo'lsa bunaqa holat bo'ladi. Ras shunday holat bo'ldimi, endi nima qilish kerak va bu kasallikni qanday davolashlik kerak? Albatta, tajribamda oyiga 30 ta 35 ta mana shu bemorni, mana shunaqa bemorlarni ko'raman, shu kasallikni asorati bilan kelgan bemorlar. Bu asoratini qanday qilib olgan, qanday qilib orttirib olgan degan bo'lsa, savolga javob beradigan bo'lsak, bemorlar nima qilishadi? O'sha jinsiy yuqumli kasallikni yuqtirgandan keyin, uni alomatlari paydo bo'lgandan keyin jo'rasiga telefon qiladi. Jo'ra mana shunaqa kasal bo'ldim. Aptekada ishlagan bo'lsa, har xil trixopolojini katta dorilar yozib beradida. Yoki bo'lmasa internetda har xil o'sha hype uchun, prosmotr uchun shunaqa videolar chiqargan qavsni ichidagi bo'lgan vrach blogerlar bor. O'zlarini vrach ham deyish qiyin, chunki o'sha prosmotr uchun, million prosmotr olish uchun shunaqa dorilarning retseptini yozadi. Даже saytlarda yozib olib qo'yganki, o'sha yagona retsept beruvchi internet kanal deb. Albatta bu hype uchun va o'shalardan shunaqa narsalarni oladida va natijada bemorda o'sha asorati kelib chiqadi. Asorati bu juda yomon va asoratdan oldin bizga oldin gaplashaylik, qanaqa infeksiyalar bo'ladi? Jinsiy yuqumli kasalliklar bular birinchisi bu gonoreya, xlamidия, trixomonada, mikoplazma, ureoplazma, virus gerpes, genitalniy gerpes degan kasallik bor. VPC virus papilloma человека deydi, odam papillomasi, ya'ni virusi. Sifilis kasalliklari, gepatit B, gepatit C, VICH infeksiya, ya'ni spidga olib keluvchi, ya'ni va boshqa va hokazo, ya'ni bakteriyalar ham bo'lishi mumkin. Bu yerda ya'ni har xil o'sha mikobakteriyalar va kandidalar, ya'ni buni juda turlari ko'p va mana shunday qilib bemorlar o'zlarini noto'g'ri davolashadi. Va natijada nima bo'ladi? Bemorda shuni orqasidan katta asoratlar kelib chiqadi. Bu asoratlar nima desa, birinchisi bu prostatit kasalligi. Qanchonki siydik yo'ldagi o'tgan bakteriyalar siydik yo'l bilan prostataga o'tadi va buni orqasidan o'sha birinchi o'zi uretrit deydi. Uretrit degani o'sha siydik yo'lining yallig'lanishi, keyin prostatitga o'tadi. Prostataga o'tgandan keyin prostatit bo'ladi, tuxumga o'tgandan keyin orxid bo'ladi, tuxumdoldagi moyak ortugida epididimit bo'ladi, vezikulit bo'ladi va hokazo va boshqa kasalliklar. Va natijada qanaqa holat bo'ladi? Bemorda jinsiy zaiflik va bemorda esa bepushtlik paydo bo'ladi. Va oradan 10 yil o'tgandan keyin qayerdan menda bepushtlik paydo bo'ldi deydi. Shuning uchun ham butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotini ma'lumotlariga ko'ra, imенно bepushtlikning birinchi sababi jinsiy yuqumli kasallik hisoblanadi. Nimaga desa, agar buni vaqtida davolamagan bo'lsa yoki noto'g'ri davolagan bo'lsa, ya'ni o'sha vaqtda dorilarni ichgan, noto'g'ri ichganligidan alomat ketgan, lekin infeksiya 10 yil davomida ichkariga kirib, mana shunaqa yallig'lanish holatiga olib kelgan. Va yallig'lanish holatiga olib kelgan natijasida bemorda shu bepushtlik va boshqa gonoreyani xronический tечениеga o'tib ketsa, struktura uretra, ya'ni siydik yo'llari yopilib qolishligi mumkin.
Klinik real holatdan gapiradigan bo'lsak, meni o'zimning klinik tajribamda nimani men uchrataman? Mana shu bemorlar o'zlarini ya'ni oyda, bir oyda o'nlab bemorlarni uchratishi mumkinki, shunaqa asorat bilan kelgan, hayron bo'lishadi va o'zlarini mana shunaqa blogerda, YouTube'da davolashgan, Instagramda davolashgan, har xil antibiotiklarni o'shalarni gapiga kirib yoki jo'rasi o'sha internetdan ko'rgan yoki bo'lmasam aptekadan ko'rgan va bularda o'zlari hayron bo'lishadi, qayerdan bu infeksiya keldi ekan deb. Umuman nima qilish kerak? Agar sizda haqiqatda ham jinsiy yuqumli kasallik bo'lsa, demak birinchi navbatda siz peshob qilganingizda achishlik mumkin, siydik yo'llarida oqishliklar bo'lishi mumkin. Biz aytamiz выделение из уретры deymiz. Va o'sha oqishliklar agar gnoy bo'lsa, bu gonoreya ko'p holatlarda bo'ladi, xlamidiya bo'ladi, lekin shularning ichida xlamidiyali infeksiya 70% holatlarda yashirin davrda o'tishi mumkin. Siz bilmasligingiz mumkin. Shuning uchun siz begona ayolga bordingizmi, undan keyin siydik yo'llarda har xil noqulaylik, diskomfortlar bo'lyaptimi? Albatta siz shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Do'stingizni yoki bo'lmasam boshqa blogerni sizni tekshirmasdan turib, mana shu muammoni hal qilmoqchi bo'lib, o'ziga har xil dorilarni yozib ichgan bo'lsangiz, bu shifokor emas. Albatta buni to'g'ri davolash kerak. Diagnostikasi nima bo'ladi? Diagnostikasi bu PCR tahlillar. Polimerazniy tsepniy reaksiya degan narsa bor. Buni har xil turlari bor. Andraflor screen и PCR deydi. PCR degani bu o'sha sizdagi infeksiyani bormi yo'qligini, lekin andraflor o'sha infeksiyani nafaqat borligi, balki uni darajasi, uning ichidagi bo'lgan miqdorini ham ko'rsatib beradi. Mikroskopiya отделяемый uret, ya'ni peshob yo'lidan o'sha infeksiyaga olishlik analizlar va albatta peshob o'sha umumiy peshob tahlili va mana shu PCR bilan shu narsani ko'rsa bo'ladi, qanaqa infeksiya borligini. Albatta bu o'sha sizda jinsiy yuqumli kasallik yuqqandan keyin ertasi kun bu narsa bo'lmaydi. Bu narsa 5 kundan 2 haftagacha bo'lishligi mumkin. Shu 2 haftagacha bo'lgan holatlarda esa ya'ni infeksiya chiqmasa ham 2 haftadan keyin jinsiy yuqumli kasallikka topshirsa siydik yo'ldan mazokda albatta chiqishlik mumkin. Va umuman sizda agar jinsiy yuqumli kasalliklar yuqqan bo'lsa, bunga to'g'ri yondashish kerak. Sizni jinsiy hayotingiz, sizni jinsiy olat, sizni salomatligingiz bu doimiy ravishda sizga kerakli, hayot davomingizda kerakli bo'lgan bir sog'likdir, bu salomatlikdir. Albatta buni agar siz vaqtida davolamasangiz, kelajakda katta muammolar bo'ladi va buni davolashda esa albatta to'g'ri shifokorga murojaat qilish kerak va albatta buni profilaktikasini oldini olishlik uchun birinchi navbatda zino qilmaslik kerak. Har xil ayollar bilan jinsiy aloqa qilishlik, palapartish jinsiy hayot albatta shunaqa holatlarga olib keladi. Hurmatli obunachilar, mana shu video lavhamizga yoqqan bo'lsa albatta like bosing, kommentariyada yozing o'zingizni muammolaringizni va bir xil holatlarda men sizlarga hozir mana shu o'zimda tajribamda esimda qolgan mana shu jinsiy yuqumli kasalliklar bo'yicha murojaat qilib kelgan bemorlarning og'ir holatlarini sizga bittan-bitta o'sha klinik holatini aytib o'taman. Bu juda qiziq, chunki bu esimda qolgan va bu bir tarafdan ham kulgili, ham gunoh deydi. Esmih igrih deydi ruslarda. Va albatta shu video lavhani agar ko'proq like olsa, kommentariya qo'ysalaring, albatta men kelasi mana shu klinik holatlarni sizlarga ko'rsataman. O'zlaring даже tanib ham olishingiz mumkin. Ya'ni siz ham ko'plar shu ishni qilishadi. Va hurmatli obunachilar, bizga obuna bo'ling, bizga podpisatsiya qiling, like, kommentariyani bosing va albatta boshqa do'stlaringiz bilan mana shu video lavhani do'stlashib qo'ying va podelиться qiling va salomat bo'ling. Jungle.